yurakka stent qo'yish kerak ekan, yurak yopilib qolibdi degan narsalar bo'ladi odamlarda. Bu narsa o'sha xolesterin miqdorini qon tomirlariga cho'kish oqibatida kelib chiqadi va yurakka kelayotgan qonning yurakni ishlashi uchun o'zini talabi bo'ladi kislorodga, qonga nisbatan. O'sha yurakning talabi bilan yurakka kelayotgan qonning bir-biriga to'g'ri kelmasligi, nomutanosiblig'i hisobiga shu narsa yuzaga keladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Elyor Erkinovich, 7 yillik tajribaga ega kardiolog shifokorman. Hozirgi kunda Ibrat medklinikasida o'z faoliyatini olib bormoqdaman. Bugun sizlar bilan yurak qon tomir kasalliklari haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, bu albatta sizlarga manfaatli bo'ladi. Birinchi o'rinda, yurak qon tomir kasalliklari bu nima? Yurak qon tomir kasalliklari bu o'sha insonning hayotida muhim faoliyat bajarilayotgan yurak va qon tomirlarining zararlanishi bilan kechadigan kasalliklar. Bularning turlari ko'p, o'z navbatida ular bo'linib ketadi. Bularga miokardit, endokardit, IBS, yurak stenokardiya deyiladi ko'pincha. Stenokardiya, yurak ishemik kasalliklari, infarkt, insult kasalliklari kiradi. Bular bilan sizlar bilan navbat-navbat gaplashamiz. Bularning birinchi o'rinda sabablari, klinikasi va qanday oldini olish hamda agar sizda o'sha kasallik kuzatiladigan bo'lsa, uni qanday davolash haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Sabablari bu insonning hayot tarzi bilan bog'liq. Kam harakatlilik, postoyanno o'tirib ish qilish, bu o'z navbatida semirishga olib keladi. Bu esa o'sha endokrinlik fonda gormonlar almashuvi, qon tomirlari qisqarishi hisobiga, yurak kattalashishi, qon tomirlarining qisqarishi hisobiga yurakka nagruza kelishi hisobiga har xil kasalliklar keltirib chiqaradi. Masalan, hamma bilgan yurakka stent qo'yish kerak ekan, yurak yopilib qolibdi degan narsalar bo'ladi odamlarda. Bu narsa o'sha xolesterin miqdorini qon tomirlariga cho'kish oqibatida kelib chiqadi va yurakka kelayotgan qonning yurakni ishlashi uchun o'zini talabi bo'ladi kislorodga, qonga nisbatan. O'sha yurakning talabi bilan yurakka kelayotgan qonning bir-biriga to'g'ri kelmasligi, nomutanosiblig'i hisobiga shu narsa yuzaga keladi. Bu o'sha IBS, stenokardiya deyiladi. Keyingi sabablardan yana biri bu endokrinlik kasalliklar. Masalan, sahr kasalligi o'zingiz bilasiz. Sahrda bu o'sha qayerda qon tomir bo'ladigan bo'lsa, qon tomirlarini yemiradi. O'z navbatida bu o'sha sahrda mishin organlar deydi. Yurakni ham mishin organ sifatida yemirib, yurak faoliyatini ishdan chiqaradi. Yana boshqa sabablardan biri arterial qon bosimining oshishi. Bu o'sha birlamchi yoki ikkilamchi sifatida yuzaga keladi. Ko'pincha bizda O'zbekistonda birlamchi arterial qon bosimining ko'tarilishi 75% aholida kuzatiladi. Bu o'sha o'z navbatida qon tomirlarini va yurakni postoyanno nagruzka bilan ishlashini hisobiga yurak kattalishi va yurakning chap qorincha devorlarining tanlashi hisobiga yurak o'zining funksiyasini normal bajara olmasligi hisobiga yurak yetishmovchiligi belgilarini olib kelishi mumkin. Yana ko'p uchraydigan sabablardan biri postoyanno stressda yurish, asabiylashish, bu kasb bilan bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Undan tashqari ko'p miqdorda energetiklar, spirtnoy postoyanno qabul qilish ham yurak qon tomir kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin. O'sha yurak qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Yana bir sabablardan biri ko'pincha bakterial va virusli jarayonlar hisobiga ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, o'sha siz odam shamollaydi, e'tibor bermaydi, yurgandan keyin o'pkadagi shamollash yurakka o'tib ketib, miokardit, endokardit degan kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu o'shanda yurak o'z funksiyasini bajara olmaydi va bu ham katta muammolarga sabab bo'ladi borib. Sabablarni sanadigan bo'lsak juda ko'p chiqaveradi. Shuning uchun asosiyini aytamiz. Yana biri bu chekish hamda noto'g'ri ovqatlanish hisoblanadi. Zararli odatlar chekish hisobiga qon tomirlaridagi o'zgarishlar, keyin ko'p noto'g'ri ovqatlanish hisobiga o'sha qon tomirlaridagi endoteliy qavatning zararlanishi hisobiga har xil yurak kasalliklari keltirib chiqaradi. Yurak qon tomir kasalliklari, o'tkir kasalliklarni, infarkt haqida gaplashamiz. Uni klinikalari haqida hozir sizga aytib beraman. Shtobi sizga tushunarli, agar sizda shu narsa kechayotgan bo'lsa, sizga tushunarliroq bo'ladi va o'shani oldini olishingiz siz uchun ma'qul variant bo'ladi. Birinchisi, qo'rquv hissi. Odamlar o'lib qolishdan qo'rqadi va to'sh ortida, yurak sohasida sanchuvchi og'riqni 15-20 minutdan oshishi, sovuq ter bosishi, xuddi sizga birov ustingizdan suv quyib yuborgandek sovuq ter bosadi. Keyin nafas yetishmovchiligi belgilari yuzaga keladi va ba'zi odamlarda ozgina hushdan ketish, o'zini bilmaslik holatlari ham kuzatiladi. Bu o'sha infarkt belgilari. Agar u tashqi tomondan ko'radigan bo'lsa, yana bir belgilardan biri odamning rangi xuddi ko'karib, yer bilan rangi bir xil bo'lib qoladi. Bu ham bitta klinik. Sekin rivojlanadigan yurak kasalliklariga keladigan bo'lsak, o'sha yurak ishemik kasalligi bu nima deydi? Dejurniy diagnoz hisoblanadi. Bu o'sha sekindan yurak qon tomirlarini ichidan sujeniya bo'lishi yoki o'sha tromblar hosil bo'lishi hisobiga yurakka keladigan qon sekin-sekindan kamayib boradi. Bu o'zidan ishemiyani yuzaga keltiradi. Ishemiya esa bu yurakda har xil og'riqlar keltirib chiqaradi.
og'riqning chap qo'lga berilishi, kurakka berilishi, yurak sohasidagi bosuvchi og'riqlar, agar ozgina jismoniy harakatda hansirash belgilari, kislorod yetishmovchilik belgilari yuzaga keladi. Bunda asosiy o'sha sabab yurakka kelayotgan kislorodning yurak ish bajarishi uchun normal, o'sha qonning normal yetmasligi uchun, o'sha energiya hosil bo'lmasligi hisobiga yurakda muskullar normal bo'shashib qisqara olmaydi va o'shani hisobiga yurak muskullarida og'riq yuzaga keladi. Yurak kasalliklarini oldini olish hozirgi kunda eng asosiy muammolardan biri, chunki bu yurak kasalliklari juda ko'p to'rdan bir qismi pastda o'limga olib keladi. Shuning uchun oldini olish nima? To'g'ri sog'lom hayot tarzi, chekishdan, spirtnoy qabul qilish, shulardan zararli odatlardan voz kechish, kuniga 10 ming qadam, 15 ming qadam piyoda yurish. Ba'zi hozirgi kunda har 3 ta odamdan 2 tasida muammo ves, ortiqcha ves. Ortiqcha ves ham har masalan 10 kilogramm oshganda qon tomirlarini zararlanishi, qon bosimini oshishi ko'payadi o'sha odamlarda. Shuni hisobiga to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri yo'lga qo'yish, yog'li, sho'r, achchiq narsalardan voz kechish, chunki qancha ko'p sho'r narsa yeydigan bo'lsa, organizmda suv saqlanib qoladi. Bu esa o'z navbatida qon bosimini oshishi va yurakka nagruzka bo'ladi. Bu hisobida bu yurak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Yana ikkinchi sabablardan biri o'sha asabiylashishni, asab sistemalarini normallashtirish. O'ziga arzimagan narsadan ham asabiylashish, neyrochit qilish, bo'lmagan narsalarni o'ylayverish, shunaqa narsalarni orqaga tashlashni o'rganish kerak. Odam o'zini uspokoysa qilish kerak. Keyin yana bir sabablardan biri uyquni to'g'ri yo'lga qo'yish. Chunki agar odam kechqurun normal uxlamasa, o'sha 7-8 soat uxlamaganda buyrak ustidan stress gormoni deyiladi, kortizol ajralib chiqaradi. Bu o'sha kortizol ajralib chiqishi hisobiga qon tomirlarini qisqartirib, yurakka keladigan qon o'z navbatida kamayadi. Постоянно ertangi kuni asabiy bo'lib yurish hisobiga stress gormon o'z ta'sirini o'tkazadi. Yurak kasalliklarini oldini olish uchun har 6 oyda bir o'zini fermentlari bor, o'zini diagnostik usullari bor. Masalan, lipid spektr deydi, xolesterinlar miqdori tekshiriladi. Keyin qonni quyuq suyuqligini tekshirtirib turish har 6 oyda bir EKG qilish tavsiya qilinadi. Чтобы bu profilaktik sizda biror bir o'tkir narsaga ketmasdan oldini olgan eng yaxshi ma'qul usul. Ertaga kasallik davolagandan ko'ra uni oldini olgan 1000 marta yaxshi. Agar sizda yuragingizda yurak qon tomir kasalliklari yuzaga kelgan, o'ziga siz sezayotgan bo'lsangiz, masalan, yurakda og'riqlar, ritm buzilishlari, yurak tez urib ketishlari, yurakda sanchiqlar, qon bosimi oshishi, shu kabi belgilar yuzaga kelgan bo'lsa, o'zi sizda bu yurak kasalliklari rivojlanayotganini bildiradi. Bunda siz albatta kardiolog yoki terapevtga murojaat qilishingiz kerak. U har bir odamning o'ziga, holatiga qarab o'zini davo muolajalarini beradi va o'sha dorilarni siz muntazam albatta shifokor qabulida, shifokor kontrolida qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham kardiolog maslahati kerak bo'lsa, siz Ibrat med klinikasiga murojaat qiling. Ibrat med klinikasi 24/7 ish faoliyatini olib boradi. Bemalol tashrif buyurib, o'z sog'lig'ingizni tekshirtirishingiz mumkin. Biz sizlarni kutib qolamiz. Bu video sizga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Agar siz yuqoridagi maslahatlarga amal qiladigan bo'lsangiz, yurak kasalliklari sizdan ancha yiroq bo'ladi. Xo'p, bu videoni yurak qon tomir kasalliklari bilan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha